Kechki payt soat 1. Hozir biz Gasinsaga keldik. To'g'rimi? Husan har doimgidek o'zini ishida qo'yapti. Men tomosha qildik to'g'risida. Katenini ko'rmoqchiman. Ya katening emas. Ha, kollektorni ko'rding-ku, hozir qanaqa nima bo'ldi? Mana. Oppa. Qanaqa kollektor bu? Rastodomernikmi? Aha. 55 ta turibdi pada. 55 ta. Qizig'i, mana shu katta Gasinsani topli polini qanaqa kat yo'lda isitishyapti. Sizlarga ham qiziqmi? Videoni davomida shu narsani qo'yib o'tamiz. Kateniga ham tushdik. Endi bitta aytib o'tasanmi nima qo'yilganini? Katyol qo'yilgan. Qanaqa? Termal xod degan To'g'risida katyol 40 kilovatlikdan uchta qo'yilgan. Bu atmosfernik katyol ekan. Hop, ikkigan bo'tdi mana kollektorga qaraylar yig'ilishini chotki. Qo'lni kuydiryapti, chotki yig'ilgan. Ikkiga Mamutda 3 ta nasos turibdi, Villoniki. Tepalari ikkiga Mamutda turxadovoy, ikkiga Mamutsa pakujnoy termostat. Gradusni belgilab qo'yishadi, bo'ldi. O'chib yonib o'zi zakonni ishlayveradi. Uchalovi tepaga ketyapti, kontur 3 ta kontur. Padachi. Pastda 3 ta kontur. Hop, u obratkaniki shakli. Bu ham padachi. Bu ham padachi. Padachi, past ketyapti. Basseyn ham bor-da. Значит, basseyn saunalarga ishlaydi. Uni obratkasi qayerdan qaytgan? Obratga mana. Hop. Mana uchalov obratga. Mana uni uchalov obratga. Mana padachi. Tushunarli. Zapas yana joy tashlab ketilgan ekan. Nega? Durib yana planni o'zgarib, yana bir narsalar montajli tortilib qolsa, zapasda turaveradi. Katenini yana mana bunaqa prostinalar quritishga joy ham qilib qo'yishdi suvligilar. Ha? Sizlarga ham mana shunaqa Samarqandga kelganinglarda Gasinsa kerak bo'lib qolsa, shu yaxshi Gasinsa ekan. Hayot nima edi? Hayot Samarqand. Hayot Samarqand. Aeroport yonida. Aeroport yonida Hayot Samarqand. Hozir xudo xolasa reklama ham ketyapti. 500 litrli bo'lar. Kosini. Uchalov obratga. Resirkulyatsiyani. Eng yaxshi joyi bor-ku, mana bu 3-etajda ochasizmi, 2-etajda ochasizmi, issiq suvni bitta ochishingiz bilan issiq suv tushadi. Lekin bu narsa mana endi bo'lyapti-yu, ancha-muncha Gasinsada yo'q-da, bunaqa sharoit bor. Suvni ochib qo'yasizlar-da, regirovka qilib kutib o'tirasizlar. Bu Gasinsada qaranglar, mana bunaqa resirkulyatsiyaga nasoslar qo'yib, chotki qilib ishlab qo'yishgan. Reklama zo'r bo'ldi. Mayli, shu joyga kelsanglar, xudo xolasa, shu birat kelishtirib qilib beradilar. Bu Gasinsani basseni hamda mana bu yerda finskiy deysizlarmi, turetskiy deysizlarmi, saunalargacha bor ekan. Hozir biz dam olgani mana shu sauna bassenga keldik.